Onadirda kanalda past tomonidan bo'lsa uka deb turgan do'stlarim maza qiladigan bo'ldilar. Inshaalloh bugun Onadirda bu yerda bilasizlar 123-marshrutkalarda oldida ushbu old soti bo'lgan proyektlari ham juda ham chiroyli bo'layotgan ushbu xonadonimiz bugun sotuvda. Oldilarimizda maktablar bor, suv, svet, gaz, hamma sharoitlar bor do'stlarim, oqim suvlar. Mana robotxonamiz. Shunday kirganinglarda chap qo'limizga mana sizlarga aytgan o'sha uylarimiz tushyapti do'stlarim. Endi do'stlar, bu tomonimizda, ya'ni robotimiz ro'parasida hojatxonalarimiz bor va временный навесlar qilib qo'yishgan. Endi kelinglar, mana bu uylarimizning ichini bir qator sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Lestnitsalarni qaranglar mana. Shunday chiqqaninglarda uzun aka ma'no berib qo'ying. Kattagina bitta xonamiz bo'lyapti. Uyimizni o'zingizlar ko'ryapsizlar, pishiq ishlarda bo'lgan ekan. Endi bu uyimizni, ya'ni podval bo'lib unaqa pastmas, podvalning ham bo'yi где-то bir 230 mi 240 dedan oshib katta ekan, bo'yi uzun. Podvali 130 kvadrat. Mana bu tevasi ham 130 kvadrat ekan. Do'stlar, chiqqanimizda bu yerimizda mana bir so'richa qilib qaslanib o'tiradigan chiroyli yozgi kunlarida maza qilib mana bu so'richamiz bo'lsa, endi aka bu yoqdan kiramiz, keling. Do'stlar, bu kira olishimiz bo'lyapti. Chiroyli xo'limiz, koridorimiz. Mashalloh, qanday katta, go'zal va bu proyektimiz ustiga yana bitta ikkinchi qavatda ham o'sha kursiyalar bo'laveradi, chunki armaturalar bilan tashab ketishibdi. Plitalar bilan juda ham pishiq qilyapti ekan. Mana bu boyaga sizlar ko'rsatgan zalimiz. Buni oldidagi boyaga mana so'rimiz qilsanglar bo'ladigan bitta joy, endi buni kuxnya qilsanglar ham bo'laveradi. Va mana bu sanuzulimiz o'rni bo'lyapti. Buni oldida esa yana bitta bir spalni yo bir detskiy xona qiladigan bitta xonamiz bor. Buni o'zining romlari bor va aka mandaroqqa kelasiz. Mana bu yerga lestnitsamiz tushar ekan. Podvalda bo'yini buyukligini qaranglar. Bu yer lestnitsamiz tushsa do'stlar, mana bu yerdan ikkinchi qavatga ham chiqadigan xotimiz bor ekan do'stlarim. Endi buni olib berib qo'yasiz. Bu bitta xonamiz ekan, juda ham chiroyli, qaranglar do'stlar. Uy ham bir remont planda qaranglar. Aboylari yangi, buni bir kuxnya qilishyapti ekan do'stlar. Ochiq zimniy, letniy kuxnya qilsanglar bo'lar ekan. Sanimiz, agrotimiz bor. Inshaalloh o'ziga yarasha ozgina bo'lsa ham mevali daraxtlarimiz bor. O'zingizlar ham bir ziloniy zonalar qilib, fontanlar qo'yib, bir chiroyli qilib qo'yasizlar, chunki suvlar borda. Endi mana bu yerda yana bitta xonamiz bor ekan, mashalloh. Buvalarimiz yoshi katta ota-onalar maza qilib o'tiradigan, remontlari tayyor yana bitta xonamiz. Endi buni oldida esa mana ochiq, buni ham bir so'ri qilasizlarmi? Xullas, tayyor sizlarga yana bitta xonamiz. Mashalloh. Va mana bu временный boyaga sizlarga aytgan navesimiz bo'lyapti. Qirg'iziston O'sh shahri, Massiv Kalenin 117-ko'cha, 15-uy. Mana bu yerdan qaraydigan bo'lsanglar, Onadir'dagi kanalda bo'yga yetmasdan dom tushgani, bitta dom o'zingizlar bilasizlar. Ushbu dom mana ro'parasi bo'lyapti ekan. Domni kanalda bo'ylari Badr masjidlar yaqin. Yo'llar asfalt bo'lib qo'ygan kanalda oldilar, o'zingizlar bilasizlar. Tevasi ham, pasti ham asfalt. Old sotilik xonadonimizda puli keladigan bo'lsak, 140 ming dollar do'stlar kami bor. Va agarda mabodo pulingiz oz-moz yetmay qoladigan bo'lsa, mashinalarga, yetmay qolgan joyiga barter yo'li ham bor ekan. 0888 bilan 530 530 va 0500 bilan 58 44 44. Qizil kitoblari mana o'zingizlar ko'rdinglar, qo'limda turibdi, lekin yana bir qator o'zingizlar kelib, ishonch hosil qilinglar, yuridik tekshirtirib, hamma yo'g'i toza bo'ladigan bo'lsa, mashalloh sizlarga nasib qilsin. Do'stlar, hammangizlarga Ramazon oylar yana bir bora muborak bo'lsin.